O'qituvchi grammatika darsi o'tib etib, varisni turg'izib so'rabdi. Ha, varis, o'rningdan tura. Mama? Ha. Bayamqı derslarni astoydiliq bilan anglading qachon? Aldım. Ha, undaqda yangi degan sifatga bir jumla tuzib baqqina. Yangi degan sifatga dadam menga bir chapan ipadi. Voy, yangi degan sifatni tushirib qo'yding. Dadam menga bir yangi chapan ipadi demoqchi, shundaqmi? Ha, naydi to'g'ri jumla tuzdingmi? Yo'q, molim, undaq demoqchi emasdim. Jumlani tek tuzib bo'lmadim. Voy, amsi bu jumlangda yangi degan sifatdan qanday foydalanmoqchisan? Dadam menga bir chapan ipadi, lekin yangi uzun kelib qoldi demoqchi. Yerim kechida telefonning quloqni yarg'udak jaranglashidan cho'chib uyg'ongan bir bola chala uyquliqda telefonni opdi. Aycan. Yerim kechida telefonlarga kimda? Ay, kim o? Men opang. Voy, opa. Hazır saat neçi bo'ldi? Nimandaq yerim kechida telefon urding deymi? Allah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. O'g'lim, bugun sening tug'ilgan kuning deymi? Tabriklab qo'yay deb urishim. Voy, opa. Voy, ajab ansirating odamni. Voy, shu ishmitdi. Voy, seningchi bu kichik ishmi? Bugun mana to'p-to'g'ri 30 yoshga kirding. Allah. Shundaq bo'lsa-mu, opa, bu yerim kechida o'rnimdan turg'izib, endi mush tug'ilgan kunni demoqchimiting deymi? Hey, juvay nimak? 30 yil avvalgi bugungi kunda senmichu yerim kechida meni karvatdan tushishga majbur qilgan. O'qituvchi Tunsa qiz ismli bir qizdan so'rabdi. Tunsa gul, Tuzla o'rinlardan. Nima ishdi muallim? So'raydigan savol bor, javob bersizlar. Nima ishdi deb ko'zimning boloxonasiga qarab turmay. Ma'qul muallim. Diqqat bilan anglasam juma Tunsa gul. Ma'qul. Go'har yotidi sayda, to'nimasang nima foyda degan maqolning ma'nosini bir aytib bering a. Buningda shu Go'har ismli bir ayolning shu sayda so'zlib yotganligi, ondan birovning u ayolni ko'rib, voy baribir tonimaydi ekanmi deb yenedik sumka, zip-zinat buyumlarga ko'z qirinimi solmaganligi aks ettirilgan-ku deymi?